Bugun viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida aholi o'rtasida nogironlikning oldini olish, kasalliklarni erta aniqlash hamda tibbiy va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda soha rahbarlari, tuman va shahar tibbiyot birlashmalari hamda ijtimoiy himoya agentligi hududiy tuzilmalari vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda ijtimoiy himoya agentligi tomonidan taqdim etilgan tahliliy ma'lumotlar asosida joriy yilning 1-dekabr holatiga ko'ra viloyatda 18 yoshdan katta nogironlar soni 33362 nafarni tashkil etishi, ushbu ko'rsatkich aholini tibbiy ko'riklar bilan qamrab olish va kasalliklarni erta aniqlash ishlari kengaygani hisobiga shakllangani qayd etildi. Aholi salomatligini muhofaza qilish va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, fuqarolarning tibbiy hujjatlarini tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga oilaviy shifokorlar orqali elektron tarzda yuborish tizimi yo'lga qo'yilgani, ushbu jarayon ijtimoiy himoya agentligi bilan hamkorlikda monitoring qilib borilayotgani ta'kidlandi. Bu esa nogironlikni belgilash jarayonlarida shaffoflik va fuqarolar uchun qulaylikni ta'minlamoqda. Kasalliklarni erta aniqlashga qaratilgan skrining tadbirlari natijasida endokrin kasalliklar bo'yicha 2135 nafar, xavfli o'sma kasalliklari bo'yicha esa 1683 nafar bemor aniqlanib, tibbiy hamda ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olingani qayd etildi. Shuningdek, yig'ilishda tibbiyot muassasalarida kadrlar bilan ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa gematolog, endokrinolog, kardiolog, onkolog, nefrolog, pulmonolog va travmatolog kabi ixtisoslashtirilgan shifokorlar bilan ta'minlashni kuchaytirish, shu orqali tibbiy va ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi uzviy hamkorlikni yanada mustahkamlash zarurligi ta'kidlandi. Ma'lum qilinishicha, oilaviy shifokorlar uchun ajratilgan 438 ta shtat birligidan 95 tasi hozirda vakant bo'lib, bu yo'nalishda tezkor ravishda chora-tadbirlar ishlab chiqish belgilandi. Yig'ilish yakunida viloyat rahbari mas'ullarga aholi salomatligini mustahkamlash, profilaktika va erta aniqlash ishlarini kuchaytirish, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda vrachlar bilan ta'minlash masalalarini bosqichma-bosqich hal etish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab berdi.